Alloh azza va jalla ota-onaga yaxshi muomala qilishlikni o'ziga ibodat qilishlikni yonida zikr qildi. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr qildi. Faqat menga ibodat qil. Yon boshida nima aytayapti? Roza tut demayapti. Namoz o'qi demayapti. Orqasidan zikr qilayotgan narsa ota-ona. Ey birodarlar, ota-onasi bor odamlar qanaqa boy ekanligini bilmaydi. U ota-onani yo'qotganlardan so'raylar uni qanaqaligini. Taassuf, qo'lingizda 3-4 so'm pulingiz bor, kafelarda ujin qilasizlar har kuni. Mashinalarni ko'ramiz, ayrimlarni taniymiz. Har kuni kafeda o'tiradi yigit. Tovuq yeydi, shashlik yeydi, osh yeydi, go'sht yeydi. Ota-ona o'tiribdi uyda. G'animat ota-ona. Ketib qolgandan keyin dod deysan foydasi bo'lmaydi. Agar ota-onangdan alohida yashayotgan bo'lsang, bola-chaqa o'tiribdi uyda. Seni ikki og'iz shirin gapingga muhtoj ayoling turibdi, seni tarbiya nasihatingga muhtoj bo'lgan farzanding o'tiribdi. Ko'chada ovqatlanasan boyvachcha. Ertaga ko'rasan mana shu qilgan ishingning samarasini. Bolalaring katta bo'lib, senga berahim, beshafqat, mehr yo'q bo'lib ulg'ayganidan keyin ularni qo'lida qolasan bir kuni. Og'riyotganingga ham, qiynalayotganingga ham parvo qilmasdan chiqib ketayotganini ko'rganda, o'sha yegan shashligingdan u yegan